Oldingi videolarimizda so'z turkumlarini o'tdik va undan keyin ismni belgilarini alohida tushuntirib bildik. Keling bugungi darsimizda va bugungi videomizda fe'lni belgilarini o'tamiz. Arab tilida fe'lni 4 xil belgisi bor. Aynan mana shu 4 xil belgidan biri oldingizdagi turgan fe'lga kira olsa, demak u fe'l deyiladi. Birinchisi tayil fa'il. Tayil fa'il deganda, ya'ni bajaruvchi shaxsning t'si. Bu asosan oldingi zamonda qo'shiladi. Katabita, katabiti, katabitu. Uchala harakatga ega bo'lgan t qo'shimchasi. O'sha o'tgan zamonda qo'shiladi va shu t'ni agar o'sha oldingizdagi fe'lga kirg'iza olsangiz, demak u fe'l hisoblanadi. Ikkinchi belgi ta'ut ta'niti sakina, ya'ni sukunli t belgisi. Bu ta'i marbutodan farqi bor. Ta'i marbuto hamisha ismga kiradigan t. Lekin bu t qo'shimchasi katabat degan t. Bu asosan muannas jinskiga qo'shiladi. Muannas o'tgan zamonda beriladigan qo'shimcha. Uchinchi belgi. Uchinchi belgi bu ya qo'shimchasi. Yaul fa'il deyiladi. Bu asosan muannas ikkinchi shaxsda beriladigan qo'shimcha. Uktubi degan yesi bu hamisha fe'lni belgisi hisoblanadi. To'rtinchi belgi bu ta'kidlash nisini qo'shilishi. Misol uchun taktuban, uktuban misol uchun. Buni ham albatta keng mavzu, nasib bo'lsa kelasi videolarimizda hali o'tamiz. Mana mana shu nuni tavkid deyiladi. Mana mana shu 4 ta belgilardan qaysi biri oldingizdagi fe'lga kira olsa yoki kirgan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri siz uni fe'l deb ayta olasiz. Kelasi videolarimizda kuzatib boring, fe'lni bo'limlarini o'tamiz va ana o'shanda yana chuqurroq shu mavzuni batafsil yo'yib beraman. Salomat bo'ling.